19-trek. Barcha kuchlar ustidan aql boshchilik qiladi. Shundan so'ng Shayxur Rais o'simlik va hayvonot nafsiga aloqador sezgilar to'g'risida so'z yuritadi. Bu yerda o'simlik va hayvonot falsafiy keng ma'noda o'suvchi va jonli mavjudot ma'nosida ishlatilmoqda. Kitobi nafsning 5-bo'limi inson nafsiga oid mulohazalarni o'z ichiga olgan. Insonga xos xususiyatlardan biri ajoyib narsalarni qabul qilishdan kelib chiqadigan refleksdir. Refleks badanning biror ta'sir bilan harakatga kelishi, aks etish, ko'nikma. U hayrat ketidan kulgi qo'zg'atadi. Zararli narsalar refleksi esa qo'rquv va yig'i keltiradi. Inson jamiyatdan o'z foydasi uchun amalga oshiriladigan yoki qilinmasligi lozim bo'lgan harakatlarga ahamiyat beradi. Uni bolalikdan shunga o'rgatadilar. Nihoyat ular e'tiqodga aylanadi. Ular yaxshi va yomon ishlardir. Inson faqat jamiyat ichida yashay oladi. Agar bir odam yolg'iz o'zi bo'lganda, u allaqachon yo'q bo'lib ketgan bo'lar edi. Insonning yashamog'i uchun zarur narsalarni kishilar bir-birlariga tayyorlab beradilar. Ularning o'zaro muomalalari uchun eng qulay vosita ovoz. Shu mulohazalardan so'ng Shayxur Rais insonning his va tuyg'ulari, ularning kelib chiqishi, nafsning halok bo'lmasligi, ko'chmasligi to'g'risida so'zlaydi. Aql va nafs munosabatlari to'g'risida fikr yuritadi. Kitobi nafsning oxirgi qismi nafs organlariga bag'ishlangan. Shayxur Rais aytadiki, nafs dastlab yurak bilan aloqa bog'laydi. Yurak orqali vujudga tiriklik bag'ishlanadi. Yurak bilan aloqa qilish orqali boshqa organlar faoliyat kasb etadilar. Miyada ruh qorishmasi yakunlanadi. Bu qorishma ta'sirida barcha organlar harakatga qobil bo'ladilar. Masalan, jigar ovqatga nisbatan harakatda bo'ladi, ammo birinchi harakat manbai yurakdir. Jigar ham o'z faoliyatini yurak harakati ta'sirida amalga oshiradi. Shundan keyin olim miya, jigar va boshqa organlarning faoliyati to'g'risida falsafiy umumlashmalarni izhor etadi va kitobiy nafsni tugallaydi. Shayx Abu Alining Ash-Shifo kitobi hozirgi tillarga to'lasicha tarjima qilinmagan. Bu kitob o'zining jonkuyar yangi tadqiqotchilarini kutmoqda. Xiyonat va ig'vo. Hamadonda Al-Attorning ko'rkam va shinambog' hovlisidagi turmush ilmiy jihatdan unumli bo'ldi. Ash-Shifoning ko'p qismlari qo'ldan chiqdi. Saroydagi fitna va hujurlardan uzoqlashgani tufayli olim ko'ngli ancha orom topdi. Ammo yashirincha yashamoq qancha davom etmog'i mumkin? Muttasil berkinib yashash mumkin emas-ku. Shayx Abu Ali endi Hamadonda ortiq qolib bo'lmasligini fahmlab yetdi. Yana taqdirning sinov fursati kelganiga o'xshaydi. Shayx ukasi Mahmudni bir maktub bilan Isfahonga jo'natdi. Bu maktubda Shayx Abu Ali Husayn ibn Abdulloh Isfahon amiri Olovuddavlaga o'z hurmatini izhor qilgan va amir Olovuddavla xizmatida bo'lmoq ixtiyori borligini yozgan edi. Mahmud xizmatchi yigit bilan Isfahonga yo'l oldi. Endi shayxning hovlisi butunlay bo'shab huvillab qoldi. Ibrohim uchun esa juda qulay imkon tug'ildi. U talandan so'ng bo'lak boshqatdan tiklangan uy ro'zg'or anjomlarini o'zi olib kelib joylagan. Shuning uchun nima narsaning qayerda ekanligini juda yaxshi biladi. Ibrohim hovli poylab yolg'iz qolganidan foydalanib, ularni kalamush singari birma-bir tashimoqda davom etdi. Oltin, kumush buyumlar, gilamlar, qimmatbaho narsalarning ko'pi qo'shni mahalladagi bevaning uyiga o'tdi. Ibrohim hozircha biror mustaqil ish ochish maqsadiga ham shoshmaydi. Chunki ulug' tabib ro'zg'origa kanadek yopishib olgani sabab ishi o'ngidan kelib turmoqda. Bu yerdan o'g'irlab olib ketgan narsalari uning bir umrlik tirikchiligiga yetguday. Yana mirshabxonaga yetkazib turgan xabarlari uchun ham mo'maygina haq oladi. Chaqimchilik va gap tashish ham tuppa-tuzuk daromad manbai ekan. Faqat buyruqqa ko'ra u mirshabxonaga chaqirmasalar o'zi bormasligi kerak. Mana,
Shayxning berkinganiga 20 kuncha bo'ldi. Ibrohimni hech kim chaqirmaydi. Bu xabardan oladigan pul hali unmay kelyapti. Bugun kechqurun nihoyat mirshabxonadan odam kelib, Ibrohimni chaqirib ketdi. U kechqurun mirshabxonaga yetib bordi. Mirshabxona eshigidan kirar-kirmas Ibrohimni yetaklab 2-qavatga olib chiqdilar. 4 tomoni yopiq bir xonada shamlar yoniq yonadilar. Xona to'rida atlas ko'rpachada mo'ylablarini shop qilgan bir sarboz o'ltiribdi. U Ibrohimning ish buyuruvchisi. Bu odam Ibrohim keltirgan xabarlarni vazirga yetkazib, yana ko'proq pul ishlaydi. Yanada yuqoriroq martabaga erishadi. Chunki yangi vazir Toji mulk oldingi vazir Shayx Abu Alini doim poylab kuzatib turadi. Sarboz Ibrohimning salomiga arang bosh qimirlatib javob berdi-da, "O'ltir" degan ishora qildi. Ibrohim poygaga tiz cho'kdi. Shayx hozir berkingan. Uning qachon va qayerda berkinganini bilasanmi? "Bilaman taqsirim", dedi Ibrohim hozir javoblik bilan. Shayxning berkingan joyi Hamadonning sharq shimolidagi mahallada, Abu G'olib ibn al-Attorning hovlisida. Mana 20 kundirki, Shayx Juzjoniy va Mavorun Nahrli cho'ri o'sha hovlida istiqomat qilmoqdalar. Sarboz mo'ylablarini burab mamnunlik bilan tirjaydi. Bunday xabarchilar bilan ish o'ngidan kelaveradi. Yana bir muhim gap bor, dedi Ibrohim o'ltirgan o'rindan sal oldinga siljib, ovozini pastroq qilib. Shayx Amir Samoudavlaga xiyonat qilib, Isfahon amiri Olovdavla xizmatiga o'tmoqchi. Mana 2 kundirki ukasi Mahmud shayxning bu to'g'ridagi maktubini olib Isfahonga jo'nagan. Sarbozning ko'zi olayib ketdi. Bu xabarni vazir Tojul mulkka yetkazganida qanday mukofot olajagini u darhol tasavvur etdi. Yana nima gaplar bor? Nimaiki bo'lsa, darrov xabarni yetkazamen, taqsirim, dedi Ibrohim Sarbozning qo'liga och mushukdek termilib. Bo'pti. Agar zarurat tug'ilgudek bo'lsa, o'zim chaqirtiraman. Sen bu yerga vaqti bemahal o'ralashib, sirni oshkor etib qo'yma. Ammo shayx dargohidan va uning yonidan bir qadam nari jilma. Xo'p bo'ladi taqsirim. Sarboz qo'ynidan bir xaltachada tilloni olib Ibrohimga otdi. Ibrohim bir haftadan beri och yurgan it bir parcha g'ijilgan suyakka qanday tashlansa, shunday talpinib xaltachaga 2 qo'llab yopishdi va uni olib darhol qo'ltig'iga tiqdi. So'ng Sarbozning "Ketaver" degan ishorasiga ko'ra ta'zim qila-qila xonadan chiqdi. Sarboz vazir Tojul mulkdan Shayx Abu Alining qayerda yashiringani, qanday rejalari borligini bilmoq to'g'risida shu bugun topshirib olgan edi. U Ibrohimni jo'natgach, o'sha ondayoq otlanib vazir huzuriga yetib bordi va unga topgan gaplarini yetkazdi. O'sha kuni kechasiyoq vazir Tojul mulk bilan Hamadonning yosh amiri Samoudavla o'rtasida bunday suhbat bo'lib o'tdi. "Amir hazratlari", dedi Tojul mulk, "Abu Ali sizga xiyonat qilib, Isfahon amiri dushmaningiz Olovdavla bilan aloqa o'rnatgan. Olovdavla necha muddatdan beri Hamadonni qo'lga kiritmoq qasdida ekani ayon. Sobiq vazir Abu Ali ana shu hamlaga hozir payt kelgan deb Olovdavlani hujumga undamoqda ko'rinadi. Ukasi Mahmudni shu maqsadda Isfahonga jo'natibdi. Olovdavla sobiq vazir va uning odamlarining xiyonatlariga ishonib, sizning davlatingizga rahna solmog'i aniq ko'rinadi. Buning chorasi nedir?" deb so'radi rangi o'chib yosh amir. "Buning chorasi Abu Alini hibs etmoqdir. Shunda Isfahon amiri Olovdavla sirning ochilganidan ogoh bo'lib, Hamadonga hujum qilmoqqa jur'at eta olmaydi. Shunday qilingiz." Tojul mulk yengil nafas oldi. Endi hech qachon Abu Ali vazirlikka chiqarilmayajak. Tojul mulk orzusiga erishadi. Xavfli raqibidan qutuladi.
ming mashaqqat bilan qayta egallagan lavozimiga yana mahkamroq o'rnashadi. Uning uchun bundan yuqoriroq maqsad yo'q. O'sha kecha tong otar payti vazir Tojul Mulk yuborgan sarbozlar Abu G'olib ibn al-Addorning bog' hovlisini o'radilar. Ular endigina sahar namozini o'qib bo'lib, ilmiy ishlarini yozmoqqa boshlagan olim Shayx Abu Alini bandi qilib Hamadondan olib chiqib ketdilar. Farajon qal'asi. Hamadon shahridan 15 farsah narida katta bir qal'a bor. U yo'ldan ancha chetda ag'darilgan katta qozon singari do'ppaygan do'nglik tepasiga qurilgan. Qal'aning 4 tomonida mustahkam tosh devorlar osmon sari bo'y cho'zganlar. Uning ulkan temir darvozalari faqat bu yerga kelganlarni o'zining sirli qa'riga olmoq uchungina ochiladi. Qal'a darvozasidan esa faqat oq matoga o'ralib, nafassiz cho'zilib yotganlargina chiqadilar. Yoz kunlaridan birida ertalab Hamadondan kelgan bir yopiq arava va bir necha otliqlar Farajon qal'asining darvozalari oldiga kelib to'xtadilar. Bir otliq darvozani qamchisining dastasi bilan qattiq qoqdi. Ozgina fursat o'tar o'tmas darvozabonning sharpasi eshitildi. U teshikdan qarab, kelganlarning saroy ahlidan ekanliklarini ko'rgach, taraq-turuq qilib darvoza qulfiga kalit soldi. So'ng darvozalar g'ijillab ochildilar. Arava va otliqlar qal'a ichiga kirdilar. Otliqlar otdan tushdilar. Ulardan biri aravaning eshigini ochdi. Aravadan ko'rinishi 40lardan oshib qolgan bir kishi tushdi. Qal'abon darrov mashhur tabib va sobiq vazirni tanib, unga salom berdi. Assalomu alaykum, shayx hazratlari, marhabo, nechi xudo yarlaqib, sizdek zot bizga tashrif etibdirlar. Shayx hazratlariga bu yer tinchiroqdir. Shahar ancha besaranjom. Shuning uchun vazir Tojul Mulk shayx bexavotir joyda bo'lsinlar deb bu yerda tutmoqni buyurdilar, dedi otliqlardan biri va qo'ynidan bir qog'oz olib Qal'abonga uzatdi. Unda Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino to biror boshqa farmoyish bo'lgunga qadar Farajon qal'asida bo'lmog'i kerakligi yozilgan edi. Qal'abon falakning kajraftorligiga yana bir bor istig'for aytib, shayx Abu Alini qabul qilib oldi. Kelganlar esa tabibni bu yerda qoldirib, o'zlari Hamadonga qaytdilar. Ijod shunday bir kuchki, u ijodkorni hamisha bandi qiladi. Kishi o'z ixtiyori bilan uning farahli tutqunligida bo'ladi. Shundan o'ziga orom va taskin topadi. Farajon qal'asida mahbuslikda turgan shayx Abu Ali shu yerda o'tkazgani 4 oy mobaynida bir kun ham ijoddan to'xtamadi. Ana shu vaqtlarda Shayxur Rais Al-Hidoya, Bag'ishlov, Hay ibn Yakzon, Uyg'oqning o'g'li tirik, Kitobul Qulanch to'g'risida kitob asarlarini yozib tamomladi. Ammo qal'adagi mahbuslik olimning fikrini turli andishalar bilan chulg'ar, kelajakning noaniqligi unga og'ir ma'naviy mashaqqat yetkazar edi. Bu hibsdan qutulib chiqdimi yoki o'zidan oldingilar kabi shu yerda abadiy ko'z yumadimi? Ana shunday hayajonlarini ifodalab, shayx bir bayt bitdi. Ko'rdingiz, bu qal'aga kirdim jadal, lek bundan chiqmog'im amri mahol. Bu istirob ovozi qal'aning baland devorlari orasida yo'q bo'lib ketadi. Farajon qal'asi azaldan bor. Uning qachon bino bo'lgani ko'pchilikka ma'lum emas. Balandlik ustida bu qal'a xuddi podshoh boshidagi toj singari kekkayib turadi. To'rt tarafini o'ragan devorlarning yuqori gajjaklari pastdan unchalik katta ko'rinmasa-da, aslida odam bo'yi keladilar. Devorlar tog' toshlaridan ishlangan. Ular terak bo'yi balandlikda qo'qqayganlar. Devorlar bo'ylab qal'aning 4 tomonini o'rab turgan o'ralarining chuqurligi 3-4 gaz. Uni esa 10 gaz chamas keladi. Faqat bir darvoza va uning qarshisida o'r ustidan bir ko'prik bor. Bu ko'prik faqat lozim bo'lganda temir zanjirlar bilan tushiriladi va o'r ustidan
qal'a bilan atrofdagi yerlarni bog'laydi. U ko'tarilganda qal'a atrofdan butunlay uziladi. Bu ko'prik ko'pincha yuqori ko'tarilgan bo'lib, qal'a darvozasiga qora tamg'adek yopishib turadi. Qal'aning ichi esa keng, hovlisida muhtasham daraxtlar haybat bilan qad ko'targanlar. Qal'ada bir-biriga yo'laklar orqali ulangan tosh devorli binolar ko'p. Binolar ham, yo'laklar ham doimo g'ira-shira qorong'u. Qal'aning hovlisidagi bir uyda qal'abon oilasi bilan yashaydi. Butun qal'ada Abu Alidan bo'lak mahbus yo'q. Bu hibs o'zicha alohida xususiyatga ega. Olimning o'z joyi bor. U kishan va kundalarga solinmagan ovqat ozuqi yetardi. U yaqinlaridan, odamlardan, jonli hayotdan uzilgan. Uning holi keng va katta qafasga solib qo'yilgan qushning holatiga o'xshaydi. Qafas qancha keng bo'lmasin, uchar qush uchun osmon o'rniga o'tarmidi? Qafas ichida qush hatto qanotlarini ham erkin yoya olmaydi-ku. Hamisha odamlar bilan bo'lib, ularga shifo bag'ishlab, el u yurtning og'irini yengil qilib kelgan odam uchun bu bandilik qanchalar mushkul ekanini tasavvur qilish qiyin emas. Isfahon safari. Shayx Abu Ali Farajon qal'asida 4 oycha qolib ketdi. Bu orada Isfahon amiri Alovdavla Hamadonga qarshi urush ochdi. Urush Alovdavlaning g'alabasi bilan tugadi. G'olib Amir Hamadon hukmronligini unga tobi bo'lgan Amir Samoudavlaning o'zida qoldirdi. Shayx Abu Ali bu g'alaba tufayli mahbuslikdan ozod bo'ldi. Unga yana Hamadon mamlakatining vazirligini taklif qildilar. Shayx bu taklifni qat'iyan rad qildi. U bir necha muhlat Hamadonda Shayx al-Alavi degan kishining uyida istiqomat qildi. Odati bo'yicha Shayx Abu Ali qayerda bo'lmasin bir kun ham ilmiy mashg'ulotini tark etmas edi. U Shayx al-Alavi uyida yashayotgan paytida Ash-Shifo kitobining mantiq bobi ustida ish olib bordi. Ammo turmushning nomuntazamligi, kelajakning noaniqligi olim ko'ngliga besaranjomlik ziravasini sanchgan edi. Uning ahvoli murakkab, xotiri parishon. Shayx Abu Ali bo'lajak voqealarni ko'rib turibdi. Hozir Hamadonda yana g'o'r Samoudavlaning hokimiyati barqaror. Vazirlik tizgini Tojul Mulk qo'lida. Shayx vazirlikni rad qilgach, yana Tojul Mulk shu vazifada qoldirilgan edi. Ammo Shayx Abu Ali Hamadonda ekan, Tojul Mulkning ko'nglida tinchlik bo'lmaydi. Hamma yoqni vazirning quzg'unlari bosgan. Ular baribir Abu Aliga kun bermayajaklar. Shayx Hamadonda ortiq qola olmas edi. Bir kuni tong otar chog'i Hamadon darvozalari ilk ochilgan paytda 4 darvish shahar darvozalaridan chiqdilar. Ular mingan eshaklar shaxdan qadam tashlaydilar. Har eshakda bittadan xurjun. Birinchilardan bo'lib shahardan chiqqan bu yo'lchilarga darvozabonlar ahamiyat bermadilar. Bunday daydilar, qancha. Xudo yo'lida toat ibodat bilan mehnat qilmay tirikchilik qiluvchi darvishlar son mingta. Bularga ilashishdan Xudo saqlasin. Agar darvishlarni tergaydigan bo'lsang, boshingga faqat g'alva orttirasan. Kun tikaga kelganda yo'l bosa-bosa shahardan hiyla uzoqlashgan darvishlar ham, eshaklar ham ancha xorigan edilar. Ular bir buloq bo'yida to'xtadilar. Ozgina tamadi qilib, so'ng dam olgan bo'ldilar-da, yana yo'lga tushdilar. Havo issiq, yo'l chang, kiyimlar og'ir. Yo'lchilar terga pishib ketgan. Yo'l bosmoq mashaqqatli. Ammo bu 4 yo'lchining boshchisi hamrohlariga to'xtamoqqa ruxsat qilmas, o'zi esa ostidagi eshakni jadal haydar edi. Yo'l azobini cheka-cheka duch kelgan joyda ozgina to'xtab, yana yo'l bosib, nihoyat 2 kun o'tgach, kun tikkadan o'tib quyiga og'a boshlagan paytda bu kichik karvon uzoqdan Isfahon devorlarini ko'rdi. Oqshom yaqinlashganda darvishlar Isfahonga yaqin Tavaron degan manzilga yetib keldilar. Bu yer ko'rkam, 4 tomoni oqar suvlar bilan o'ralgan xushhavo bir joy edi. Holdan toygan darvishlar eshaklaridan tushib, ulovlarini bir chekkaga daraxtlarga bog'ladilar.
Darvishlarning har bir usti boshi chang bo'lib ketgan, o'zlari g'arq terga botgan, haddan tashqari toliqqan edi. Shu payt Tabaronning o'rtasidagi katta imoratdan bir necha kishi chiqib, jadal darvishlar sari kela boshladilar. Ularning ko'plari harbiy kiyimda, oldinda esa oq kiyimli, simobiy sallali, qora soqol, xushro'y bir kishi qadam tashlar edi. Bu kishi darvishlarning boshchisi oldiga kelib, egilib salom berdi va dedi: "Assalomu alaykum, Shayxur Rais hazratlari. Kechadan beri biz janobingizning tashrifingizga muntazirdirmiz." Darvishlar to'dasining boshlig'i Shayx Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino edi. Uning yonidagi hamrohlari esa Abu Ubayd Juzjoni va ikki xizmatchi. Ulardan biri esa xizmatchi, biri esa bir vaj bilan shayx xizmatidan ketgan va Hamadonda qolgan Ibrohimning o'rniga olingan yigit edi. Ular Hamadondan darvishlar libosida Isfahon sari yo'l olgan edilar. Ulardan bir hafta oldin Mahmud ikki cho'ri bilan Isfahonga yetib kelgan va akasi shayxning Isfahonga kelmog'ini Amir Alov-Davlaga xabar qilgan edi. Shayx Abu Alini kutib olmoq uchun Amir Alov-Davla o'z odamlarini Tabaronga yuborgan edi. Ular o'zlari bilan otlar, kiyim boshlar keltirgan va 2 kundan beri shayx va uning hamrohlarini kutmoqda edilar. O'sha kuni yo'lchilar hammom qilib yuvinib, kiyimlarini almashtirib, ovqatlanib Tabaronda tunadilar. Ertasiga ertalab esa hordiq chiqarib, ancha o'ziga kelgan shayx Juzjoni va ularning xizmatchilari kuzatuvchilar hamrohligida otlarga minib Tabarondan Isfahonga yo'l oldilar. Amir Alov-Davlaning farmoyishiga ko'ra Shayx Abu Ali Isfahonning Kunigaroboz mahallasidagi bir hovliga joylashdi. Bu Abdulloh bin Bobiy degan kishiga qarashli bo'lib, Bobiyning hovlilari ko'p va ularni ijaraga berar edi. Bu hovli shayxga maqbul tushdi. U ichkari tashqaridan iborat bo'lib, ko'p xonalari bor. Har bir xona gilamlar, paloslar, kerakli ro'zg'or buyumlari bilan jihozlangan. Kelgan kuniyoq Shayx Abu Ali Amir Alov-Davlaning suhbatida bo'ldi. Amir ko'pdan beri kutgan ulug' tabib va mutafakkirning o'z huzurida bo'lmog'idan mamnun edi. Shayxur Rais Abu Ali kabi bir zotning Amir Alov-Davla dargohida bo'lmog'i Isfahon davlatining shon va shavkatini oshiradi, uning barqarorligidan darak beradi. Bu yerda Shayx Abu Ali uchun ham tinch ijodiy mehnat imkoniyati vujudga kelgan edi. Amir Alov-Davla atrofida boshqa olimlar, hakimlar ham bo'lganlar, ammo o'z suhbatlarida, hatto harbiy yurishlarida ham shu olimlar bilan birga bo'lar edi. Amir qasridagi suhbatxonalardan birida 10-15 chog'li mehmonlar atlas ko'rpachalarda o'ltirib, yumshoq farqularga yonboshlagancha suhbat qurmoqdalar. Gulchehra soqiylar may tutadilar. O'rtadagi mez stolchalar nozu ne'matlarga to'la. Alov-Davlaning o'ng tomonida Shayx Abu Ali o'tiribdi. Amirning so'l yonida saroy munajjimi, uning yonida shoir, uning yonida boshqa mo'tabar olimlar. Ular ichida mashhur tilshunos, sarf nahv ilmining bilimdoni Abu Mansur al-Jabbon ham bor. Abu Ali suhbatda unchalik faol emas. U o'ychanlik bilan bo'layotgan bahslarga quloq osadi, ahyon-ahyonda bir luqma tashlab qo'yadi. Olimning fikri qandaydir boshqa xayollar bilan band edi. Suhbat mavzui sarf, nahv, lug'atshunoslik masalalariga ko'chdi. Abu Mansur al-Jabbon arab sarf nahvining mukammalligi, uning biror qoidasi ham ishlanmay qolinmaganligi to'g'risida so'zladi. Dunyoda biror tilning lug'ati bunchalar boy va mukammal emas. Nuqtadagi jarang, qoidalarning puxtaligi, ifodaning go'zalligi, uslubning rang-barangligida arab tiliga bas keladigan biror boshqa til yo'q. Shayx Abu Ali bu gaplarni eshitgach bir luqma tashladi. Har bir til o'ziga xos go'zallik va qudratga ega. Farsi, turkiy, hind, farang va boshqa tillarning go'zalligi, mazmundor fikrlar ifodasidagi muntazamligi arab tilidan qolishmaydi. Faqat ularni o'rganib bilish va istifoda eta olish kerak.